Do'stlar, bugun biz o'zim bir hikoya aytaman. Mana shu rasmdagi maxluq haqida. Bu haqiqat yoki haqiqat emas, men shunchaki to'qidim. Buni o'zingizga olmang. Agar qo'rqsangiz, buni videoni ko'rmay qo'yavering. Men buni majburlamayman, lekin bu qo'rqinchli bo'ladi. Men o'zim aytsam ham. Bir kuni shunday maxluq yonimda uxlayotganimda akamni yeyotgan ekan va men qochdim. Lekin men qochdim. U yorug'likdan qo'rqishini bilardim. Shuning uchun men svetni yoqdim, lekin u o'g'risi ham borib svetni o'chirdi. Va men shu sababli hamma oilam o'lib ketdi. Hatto bizning oilani qanday o'lganini hech kim bilmadi. Keyin odamlar bu yerga ko'chib boshladi va bu yerda yashay boshlashdi boshqa odamlar ham. Lekin ular ham o'lib ketdi. Va shundan so'ng davlat bu yerni la'natlangan ekanligini tushunib, bu yerni buzib boshladi. Lekin ular bilmas edi. Maxluq boshqa yerga o'tgan ekanligini, boshqa uylarga o'tgan ekanligini hech kim bilmas edi. Shu sababdan odamlar o'laverdi. U maxluq uylardan uylarga o'tib odamlarni o'ldiraverdi. Va u odamlarni yeyaverdi. U qorni doim och bo'lar edi. U hech qachon to'ymasdi. U butun dunyoni yeb bitirmoqchi edi. Va yeyaverardi. Uylardan uylarga o'tib hammani yeyaverardi. Va u butun Qirg'izistonni yeb bitirdi. Va u boshqa davlatlarga o'tmoqchi edi, lekin u o'ta olmasdi. Sababi yoki u suvdan suzib o'tish kerak edi, yo'q bo'lmasa devorlardan uchib o'tish kerak edi, lekin u na suza olardi, na ucha olardi. Shuning uchun u o'sha yerda qolib ketdi. Va u yillar o'tib u och qoldi va nima qilishni bilmadi. U nima yeyishni bilmas edi, chunki hamma odamlarni yeb bitirgan edi. U yeyishga narsa qolmagan edi. Va u o'layotganida men nega hamma odamni birdaniga yeb bitirdim? Men sekin qornim ochganda yesam bo'lar edi-ku. Balki o'shanda kamroqdan qornim ochganda yegan bo'lsam, yeganimda men ko'proq yashagan bo'lar edimmi deb u o'ldi va butun dunyo yashayverdi. Lekin Qirg'iziston o'lib bo'lgan edi. Qirg'iziston davlati yo'q bo'lib ketdi.